Ma'lumki 2025-yil 26-dekabr kuni davlatimiz rahbari tomonidan Oliy Majlisga hamda xalqimizga murojaatnoma taqdim etildi. Ushbu murojaatnoma 2017-25-yillarda qabul qilingan 7-murojaatnoma hisoblanadi. Ushbu murojaatnomaning bosh g'oyasi sifatida 2026-yilni mamlakatimizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish asosiy tamoyil sifatida belgilandi. O'tgan davrlarda sarhisob qiladigan bo'lsak, bugungi kunga kelib mahallada infratuzilmasini rivojlantirish natijasida, tizimli ishlash natijasida o'sha temir daftar, yoshlar daftari, ayollar daftarini keng joriy qilinishi natijasida mamlakatimizda mahallalarda bugungi kunda 1435 ta mahalla kambag'allikdan xoli hududga aylantirildi. Bundan tashqari 8,9 kambag'allik darajasi 5,8 darajaga qisqartirildi. Shuningdek, ishsizlik soni ham 5,5% dan 4,9% ga qisqartirildi. Agar biz jahon tajribasiga qaraydigan bo'lsak, masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2022-yil ma'lumotiga ko'ra, dunyoda bugungi kunda 1,2 milliard odam kambag'al qashshoqlikda yashaydi. O'zbekistonda qisqa muddatda mana shunday ko'rsatkichlarga erishishning o'ziga xosligi ham shundaki, birinchidan O'zbekistonda ushbu kambag'allikka qarshi kurash bo'yicha o'ziga xos model ishlab chiqildi. Bu qanday modellar? Eng birinchi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida ijtimoiy himoya agentligi tashkil etildi. Ikkinchidan, aholini ijtimoiy himoya qilish strategiyasi joriy etildi. Va bunda Prezidentimiz eng avvalo yoshlarimizni, eng birinchi chekka hududlardagi xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalasini, ularni oliy ta'limga jalb qilish, ularni ziyolilik qilish darajasi eng muhim ustuvor hisoblandi. Davlatimiz rahbari tomonidan endi kambag'allikka qarshi kurashda faqat pul berish yoki moddiy yordam berish bilan emas, balki ularni tizimli ishlash natijasida, savodxonligini oshirish darajasida bu ko'rsatishga erishimiz alohida ta'kidlandi. Mamlakatimizda 245 dan ortiq professional oliy ta'limda Germaniya tajribasi asosida dual ta'limi joriy etildi. Ta'lim sifatini yanada tubdan yaxshilash, ularni yanada yuqori darajaga ko'tarish har bir professor o'qituvchilarimizning asosiy vazifamiz hamda burchimiz hisoblanadi.